Boshingiz og'riganda sitramon ichishga shoshilmang. Ayniqsa sizda qon bosimi bo'lsa, ya'ni siz gipertonik inson bo'lsangiz. Chunki sitramon tabletkasi o'z tarkibida kofein moddasini saqlaydi. Kofein esa qon tomirlarini toraytirib, qon bosimini oshirish xususiyatiga ega. Masalan, bir finjon qahva tarkibida kofein miqdori 100 mg atrofida chiqadi. Sitramon tabletkasining bitta dona tabletkasida esa kofein miqdori 27-30 mg tashkil qiladi. To'g'ri, bu juda kam, lekin gipertonik insonlarga yomon ta'sir qilishi mumkin. Agarda sizning qon bosimingiz 140-90 atrofida yuradigan bo'lsa, bittagina sitramon tabletkasi tarkibidagi kofein ham sizni qon bosimingizni yaxshigina oshishiga sababchi bo'lishi mumkin. Chunki qon bosimi bor bemorlar kofeinga yaxshigina sezuvchan bo'ladi. Gipertonik, ya'ni qon bosimi bor insonlar boshi og'riganda avvalo qon bosimini tushirishga harakat qilishlari va og'riqqa qarshi parastamol, ibuprofen yoki diklofenak qo'shilgan parastamol, masalan, kupen, paradik, faniganga o'xshagan tabletkalarni ichishi xavfsizroq hisoblanadi.